Marketing sohasida faoliyat yuritadigan mutaxassis sifatida ma'lum bir korxonada ishlagan afzalmi yoki marketing agentliklarida ishlagan afzalmi? Shu ikkalasini afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Marketing agentligida ishlash afzalliklariga keladigan bo'lsak, bu birinchisi va eng kattasi tajriba. Ya'ni marketing agentligida bir vaqtda o'zida ko'plab loyihalar bilan ishlaganingiz hisobiga tez o'rganasiz, ish hajmi katta bo'ladi, turli xil loyihalardan orttirilgan tajriba bo'ladi sizda. Ikkinchi afzallik tarafi kreativ ijodkorlik masalasida sizda muammo bo'lmaydi. Siz masalan grafik dizaynda ishlasangiz yoki video productionda ishlasangiz, kreativ bilan shug'ullanish sizga yoqadigan bo'lsa, marketing agentligida bundan muammo bo'lmaydi. Har bitta loyihada kreativ marketing kompaniyalaridan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Uchinchi afzalligiga keladigan bo'lsak, bu networking. Sizda ham xodimlar bilan va biznes egalari bilan networking juda ham katta bo'ladi. Marketing agentligiga ko'plab tadbirkorlar keladi, yangi xodimlar keladi, stajyorlar keladi. Hammasi bilan networking o'rnatish imkoniyati sizda bo'ladi. Agentlikda ishlash kamchiliklariga keladigan bo'lsak, bu ish bosimi, ya'ni har bitta loyihada deadline'ga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Mijozlar juda ham talabchan bo'ladi. Shu sababli stressga chidamli bo'lish kerak. Ikkinchi kamchiligiga keladigan bo'lsak, bu barqarorlikning yo'ligi. Ya'ni qanaqa barqarorlik? Loyiha sizda tez almashishi mumkin. 2 3 4 loyihada sizda daromadingiz yaxshi bo'layotgan bo'lsa, loyihalar kamayib ketganda sizda daromadingiz ham tushib ketishi mumkin. Shuning uchun marketing agentligida doimiy o'zgarishlarga tayyor turishingiz kerak. Ham moliyaviy taraflama, ham loyiha taraflama. Uchinchi kamchiligiga keladigan bo'lsak, sizda brendga nisbatan sadoqat hissi sal kamroq bo'ladi. Ya'ni brendlarga bog'lanib qolmaysiz. Loyihalar tez almashganligi tufayli ma'lum bitta brendga bog'lanib qolmaysiz. Fokusni ham hamma brendga teng taqsimlashga harakat qilasiz. Endi kompaniyada ishlashi afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Birinchi afzalligi bu barqarorlik, ya'ni bitta kompaniyada ishlaganingiz hisobiga ish vaqti, daromadi, ishingiz yo'nalishi, vazifalaringiz aniq bo'ladi. Yillar davomida bitta brend ustida ishlash o'sha brendga nisbatan sodiqlikni va o'sha sohani mukammal tushunishingizga olib keladi. Keyingi afzalligiga to'xtaladigan bo'lsak, strategik qarorlarda qatnashish imkoniyati bo'ladi sizda. Ya'ni kompaniya uchun muhim bo'lgan qarorlarni rahbariyat a'zolari bilan birgalikda qabul qilish imkoniyati bo'ladi. Undan tashqari, karyera jihatdan o'sish, ya'ni menejerlik lavozimidan o'zingizning departamentingizni direktori lavozimigacha ko'tarilish imkoniyatingiz bo'ladi. Kompaniyada ishlash kamchiliklariga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib kundalik vazifalar, ya'ni har kuni bir xil vazifalarni bir xil brend bilan amalga oshirasiz. Bu zerikishni paydo qilishi mumkin, ya'ni ishingizdan zerikib qolishingiz mumkin. Keyingi kamchilik bu ijodiy cheklovlar, ya'ni kompaniya qoidalariga rioya qilgan holatda kreativlarni, brend ovozini, brend siyosatini yuritishingiz kerak. O'zingiz o'ylagan kreativlar har doim amalga oshmasligi mumkin va kompaniya rahbariyati tomonidan ma'qullanmasligi mumkin. Uchinchi kamchiligi, sizda tajriba nisbatan sekinroq shakllanadi. Ya'ni siz tor sohada bitta brend bilan bitta yo'nalishda faoliyat olib borganingiz hisobiga sizda tajriba kamroq bo'ladi. Bitta sohada tajriba bo'lishi mumkin, qolgan sohalarda tajribangiz kamroq bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir mutaxassissi o'zini ijodkorligidan, o'zini potensialidan kelib chiqadi. Qaysi yo'nalishda ishlash sizga doim yangi kreativlar qilish, doim yangi narsalar, yangi muammolarni yechish qiziq bo'ladi bo'lsa, agentlikda ishlash tavsiya qilinadi. Yangi boshlayotgan mutaxassislar uchun ham agentlikda ishlash tavsiya qilinadi. Sababi tez tajriba orttira olasiz, juda ham ko'p narsalarni o'rgana olasiz. Agar sizda yangi muammolarni doimiy ravishda yechish, yangi kreativlar qilish unchalik qiziq bo'lmasa, bitta tempda ketish qiziq bo'ladigan bo'lsa, korxonada ishlashingizni tavsiya qilamiz. O'zini yo'nalishini ushlab, barqaror ishlash xohlaydigan mutaxassislar kompaniyada ishlagani afzal. Qisqa qilib, ikkala faoliyat turini ham ko'rib chiqdik. O'zingiz imkoniyatingizdan kelib chiqib, o'zingizga yoqqanini tanlashni tavsiya qilamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Hammaga omad. Project even better.